Mamlakatimizda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, muammolarni hal qilish, tadbirkorlikka keng jalb etish borasida aniq chora-tadbirlar asosida ish olib borilmoqda. Ayni mavzudagi lavhamiz Dehqonobod tumanidan tayyorlangan. Dehqonobod tumanida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, oilalarni mustahkamlash va huquqiy targ'ibotni kuchaytirishga qaratilgan tizimli tadbirlar o'tkazildi. Jarayonlarda 1000 nafarga yaqin xotin-qizlar qamrab olindi. Viloyat hokimining o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i Ziyoda Aminova boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan tumandagi bir nechta mahallalarda xotin-qizlar masalasi atroflicha o'rganildi. Oqtosh mahallasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Oqtosh, Beliboyli va Chambil mahallalari ayollari bilan suhbatlashildi. Asosiy e'tibor xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, oilalarda sog'lom qaror toptirish hamda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qaratildi. Shuningdek, ayollar bandligini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan seminarda tadbirkorlikni boshlash, subsidiya va imtiyozli kreditlar olish, xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish bo'yicha mutaxassislar tomonidan ko'nikmalar berildi. Bugungi seminar juda yaxshi o'tdi. Ko'p narsalarni bilib oldim. O'zimga qiziq bo'ladigan tadbirkorlik faoliyatiga qiziqaman o'zim. Tavsiyalar berishdi. 12% kreditlar haqida gapirishdi. Qanday yo'lga qo'yish kerakligini aytib o'tishdi. Shuning uchun tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchiman. Shu kuni suhbatlar jarayonida qizlarni erta turmushga berishning salbiy oqibatlariga e'tibor qaratilib, oilalarda qizlarni ham o'qitish, kasbiy korlik qilish eng muhim masalalardan biri ekanligi ta'kidlandi. Bugun garchi maktab o'quvchisi bo'lsa ham tengdoshlariga xorijiy tilni o'rgatayotgan Shahribonu Usmonova ko'pchilikka o'rnak qilib ko'rsatildi. Xotin-qizlar uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik ham tashkil etildi. Tajribali mutaxassislar kerakli tibbiy uskunalarning olib kelingani hudud ayollar uchun yanada qulaylik bo'ldi. Xotin-qizlarni tibbiy ko'rikni o'tkazyapmiz. Hamma to'liqcha tor soha mutaxassislari jalb etilgan, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikni o'tkazilyapti. Ultrazvuk tekshiruvlari, qon tahlillari, hamma tekshiruvlar o'tkazilyapti. Bundan tashqari, ularning sog'lig'ini tekshirish va ularni to'liqcha tibbiy ko'rikdan o'tkazishdan tashqari, ularda patronajlarimiz va shu yerda vrachlarimiz tomonidan erta nikohning oldini olish, qarindoshlik nikohlarini oldini olish bo'yicha ham ularga tushunishlar olib borilyapti. Chiqqan kasallar bo'yicha to'liqcha dispanser ko'rigi olib, ular sog'lomlashishlari olib boriladi. Ular davolash maqsadida tuman tibbiy markaz shifoxonasida yoki viloyat darajasidagi shifoxonalarda davolatishga hammasini yo'llantiramiz. Rahbar va yoshlar uchrashuvi esa hudud yoshlarini yanada ruhlantirdi. Muloqotlar jarayonida yosh avlodning orzu-umidlari haqidagi fikrlar tinglandi. O'zi tanlagan kasbni egallash uchun qaysi fanlarni chuqur o'rganish kerakligi tushuntirildi. Yoshlar masalasida ham mavjud muammolar hal etilib, amaliy yordamlar ko'rsatiladigan bo'ldi. Shundan so'ng sayyor qabul tashkil etilib, turli masalalarda kelgan ayollarning murojaatlari birma-bir tinglandi. Aksariyat masalalar shu yerning o'zida hal etilgan bo'lsa, yechim yuzasidan vaqt talab qilgan murojaatlar nazoratga olindi. 300 dan ortiq yoshlarimiz hamma yo'nalishlarda sertifikatlarni qo'lga kiritgan. Bundan tashqari 45 nafar o'quvchi yoshlarimiz muddatdan oldin talaba bo'lishga erishdi. Bundan tashqari tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan xotin-qizlarga ham viloyat vakillari tomonidan shunday katta imkoniyatlar, yordamlar yaratib berildiki, tumandagi lider tadbirkor ayollarga ular berkitilib, o'zlarining mana shu tadbirkorligini yo'lga qo'yish, ishlab chiqargan o'zlarining mahsulotlarini sotib berish imkoniyatlari ham yaratib berildi. Albatta, joylarda xotin-qizlar masalalariga bag'ishlab o'tkazilayotgan shunday tadbirlar, amaliy ishlar o'z samarasini berib, xotin-qizlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchi yanada ortadi. Bu esa oilalar farovonligini ta'minlashning eng muhim jihatlaridan biridir.